shunga o'xshagan lug'atlarda aytib turish kerak. Keling, o'yin tariqasida mana keling, siz menga 5 ta so'zni, 5 ta narsani mana ko'rsataman, sizga o'zbekchasini ayting. U qaytaradi. Shu orqali sekin-sekingina bilaman, ota-onalar hammasi ko'p bo'sh vaqti yo'q, hammasi ishlaydi. Vaqt topish qiyin. Vaqt topish qiyin, lekin iloji boricha yarim soat har kuni shu narsani amalga oshirilsa, albatta bu narsa bolani bosh miyasida shakllanadi. Va o'zbekcha to'g'ri, ma'lum paytda, misol uchun 6-7 yasharligida ingliz tili baribir shakllanib ketaveradi, chunki bog'chaga boradi, maktabga boradi. Shu narsalar atrof muhit ingliz tili gapirgandan keyin albatta shu narsani o'zlashtiradi. Lekin siz boshida shu o'zbek tili haqida gaplashib, o'zbek tilida suhbatlashib, jumlalar aytib yoki ertaklar aytib, shularda gapirib borasiz, albatta u narsa qaytib keladi. U yo'qolib ketmaydi hech qachon. Chunki yana o'zbek muhitiga tushagandan keyin avtomatik ravishda siz oldindan kichiknaligida gapirib borgan so'zlaringiz qaytib keladida, yana o'zbekcha so'zi gaplashishni rivojlanib ketadi. Demak, o'sha qancha vaqtli boshlasa shuncha yaxshi. Albatta, bu kerak narsa. Va bundan tashqari oilada kattalar bo'lsa, balkim yashaydigan, ya'ni bobolar, buvilar birga bo'lsa, ularda ham nimasi rol juda katta. Iloji boricha ular o'zbekcha gapirib, shiringina so'zlab tushuntirib berib qilishsa, albatta u narsa katta ahamiyatga olib keladi kelajakda. Rahmat javob uchun. Juda endi hammada ham nima deydi, ular unaqa luxury yo'q, ya'ni u ota-onasi, ya'ni u bobo-buvalari bilan birga yashamaydi. Birga yashaganlar albatta osonroq bo'ladi. Ularni biz tarbiya qilishdagi roli juda ham katta. Ularning vaqti bor, ular sabrliroq bizdan ko'ra. Lekin ularda tajriba, hayot tajribasi bor. Albatta. Endi yana bir narsa, doim mana uzoq masofadagi oilada kattalar bilan yuzma-yuz Zoom orqali, telefon orqali ham, Zoom orqali hatto gaplashib turilsa, ko'rsatilib, bolalarda shu narsa shakllanadiki, mana ota-ona o'zlarini ota-onalariga nisbatan mehr-oqibat qilishyapti. Demak, menda ham u sekin-sekin ularda xarakterlarda kelib chiqadi. Shu narsani ko'rsatib turish kerak. Albatta. Shu nimalar bilan gaplashib turishadi, mana jiyanlar o'zlari tengdosh qarindoshlar, masalan amakivachchalari, xolavachchalari bordir. Ular gaplashib. Endi hozir O'zbekistondagi raqamli dunyo bo'lgandan keyin Instagram degan narsa bor, Facebook degan narsa bor. Shu orqali ular do'stlar bilan gaplashib turishadi. Keyin mana Sultonbek o'g'lim iloji boricha o'zbekistonlik mashhur yoshlar bilan o'zbekcha gapirishga harakat qiladi. Lekin yozishdan oldin dada mana uni to'g'ri shakllantirdimmi yo yo'qmi? Nima demoqchisan? Men shuni demoqman. Yo'q, bunday qilib aytish kerak. Adabiy tilda yozaman desa bunaqa, ko'cha tilida aytiladigan bo'lsa bunday yoziladi. Keyin hech qachon ko'cha tilida yozmagin. Yozsang iloji boricha adabiy tilda yozgin deb tushuntiraman. Bo'ldi, gap yo'q, bo'ladi. Nima qiladi? Lekin hazlashmoq qo'yadi. Tushundim, sizni padarimiz uzruk bor deb qo'yadi. Juda yaxshi siz. Hurmat qilib, endi farzandlar masalasi juda ham jiddiy mavzu. Hozir endi yana sal orqaroqqa qaytsakda, sizni o'zingizga yana o'z hayotingiz haqida bir ikkita savollar so'rasak, mana shu Amerikaga kelgan vaqtingizdagi asosiy ya'ni madaniy shok deydi, cultural shock. O'shalar qanday madaniy shoklar bo'lgan sizda? To'g'ri. Avvalambor endi tilni uncha yaxshi bilmasdim. Ko'chaga chiqib baribir yurish kerak, uyda o'tirolmaysiz, odamlar bilan ko'rish. Endi bitta nima hayron qolgan narsam, bu yerda odamlar sizni taniydimi, tanimaydimi, salom berib o'tib ketadi.
kulib salom berib o'tib ketadi. Shuni ko'rib ozgina bo'lsa ham kayfiyatingiz ko'tariladi. Hayron qolardim. Keyin biz haligi oilaviy o'sha noyabr oyiga kelganimizda xuddi haligi Thanksgiving degan bayramiga to'g'ri kelgandi. Shu yerda biz qanchalik odamlar bu narsa, ya'ni oila nimasiga, aloqalariga katta e'tibor berishganini ko'rib, ya'ni bu yerda bordik bir ikkita o'sha tadbirlarga Thanksgiving bo'yicha bizni taklif qilishdi. Yashayotgan kvartiramizda ham shu narsani o'tkazdik. Ya'ni dasturxon ancha to'ldirilib ketgani ham yo'q. Bu yerda odamlar bir-biri bilan muloqotda gaplashib, vaqt o'tkazib, uzoqdan kelgan farzandlar ota-onasi bilan ko'rishib yoki uzoqdagi ota-onalar farzandlarini oldiga borgan bir ajoyib nima, tantanali holat. Bundan keyin yangi yil kirib keldi, ularda yana bir bayrami bor. Shunda 25-dekabrda ko'proq bo'ladi. Shunda ham qandaydir bayram hissiyoti, shukuhi sezilib turadigan. Bu yerda ko'proq 31-dekabrda nishonlashmasa, 25-dekabrda nishonlashar ekan. Bu ko'proq oilalarni yaqinlashtiradigan, ya'ni kelib sog'inganidan. Bundan tashqari mana shu yil davomida qanchalik yutuqlarga ega bo'ldi, ega bo'lmadi yoki birorta yangiliklar ixtiro qildimi yo boshqa. Shular haqida gaplashib, bir-birini ko'rgandan xursand bo'lib, bir chiroyli tadbir qilishadi. Shu narsa menga ajoyib bo'ldi. Bundan tashqari ishlashni boshlaganimda ishxonamizda har kuni kimdir bir narsa olib kelardi, haligi uydan pishirgan narsasi yoki bog'dan narsa olib keladi. Olinglar, mana kimga kerak. Xullas, qo'li ochiq insonlar bo'lib haligi menga tuyuldida shu amerikaliklar. Va ajoyib nimasi bor ekan, madaniyati bor ekan deb hayron qolgan edim. Shunda albatta endi bu har xil madaniyatlar to'qnashgan joy, har bir odam juda ham yaxshi tomonlari o'sha ochiq va liberal deydi, ya'ni o'sha boshqalarni ham qabul qila oladi. Albatta, endi San Fransisko o'sha ko'rfaz atrofidagi shahar, bu juda haligi diversity, ya'ni juda turli xil millat